Bugun maktabimizda Qo'shko'pir tuman adliya bo'limi yuridik markazi tomonidan giyohvandlik va psixotrop moddalarni oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Bunda asosan yuridik markaz xodimlari o'quvchilarimizga giyohvandlik moddalarini oldini olish, ularni iste'mol qilmaslik, psixotrop moddalarni iste'mol qilmaslik va mana shunday shubhali holatlar bo'lsa, albatta yuqori turuvchi tashkilotlarga yetkazish haqida tushunchalar berib borishdi.